Assalomu alaykum kanalimiz ashaddiy obunachilari. Mana bugun biz o'zimizni qoramizdan boqilayotgan qo'ylarni ko'rsatishga qaror qildik. Like va podpiskani bosib qo'yasizlar. Biz o'zimiz 50 bosh qo'chqorlarimizni qanday yem-hashak berib boqyapmiz, shularni ko'rsatishga qaror qildik akalar. Hop, bularga yer yong'oq palak, moshpiriz, silos, somonpiriz to'dalasini aralashtirib, ozgina kepak sepib, makka bilan marinovat qilib beryapmiz. Shunda taglari ham ja o'p ketgani yo'q, yaxshi o'rta holatda turibdi. Mana hammasi o'zgargan bo'lsa, kommentariyaga yozib qo'yasizlar. Bularga bir haftada 10 kunda bir yemiga oltin gut qo'shib beryapmiz. Bit ichki qurt parazitlardan yaxshi himoya qiladi. O'zgarish yaxshi qo'ylarimiz xudo xolasa. Kanalimizga obuna bo'lib, like tugmasini bosib qo'yasizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat.